Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'sha artefakt, bugun sizlar bilan tezgina, osongina uy qurish o'rganamiz. Bu yerdan 1 2 9 qilaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 7 8 9 endi qaranglar do'stlar, ekranimizda bu anaqa xunuk emas, normalniy uy bo'ladi. Hali chiroyliroq bunaqa uylar bo'ladi-yu, shunaqa uy qurib ko'ramiz. Mana xato bo'ldi. Tepasiga qo'ymasam. Bitta qolib ketibdi. Hozir endi bunday qilamiz do'stlar. Bundan qilaymi ekan? Yo'q, bundan qilmaymiz. Shundan qilaver. Shundan qilaman. Hozir birinchi men aytgandek bunday qo'yasan. Do'stlar, zo'r chiqadi degan umiddaman do'stlar. Shunaqa holatda, tashqarisi bu holatda bo'ladi. Hozir tashqarisiga bunaqa blokdan qo'yib ko'raylikchi. Orqa tomoniga qo'yaylik. Do'stlar, nima bo'ldi? Do'kon qilaylik, bo'pti, do'kon bu. Uyga sal o'xshamadi, do'kon qo'yaveramiz buni, do'kon. Do'kon deb o'ylayveraylik. Bu ikki bizga kerak bo'ladi. Mana buni o'rniga biz bundan olamiz. Turlicha yashiraman, men uchun turlicha yashir. Siz uchun kommentariyaga yozinglar, qaysi bir yashirligini. Do'kon bo'lsa o'rtasidan bo'ladi-da, ikkita eshik. Chekkalardan qoldiraymi-ki, yo'q. Deb qo'yaymi-ki. Qarang hozir. Ekran normalniy ko'rinar do'stlar. Bu normalniy ko'rayapti lekin. Nitolarga. Bunga endi biz do'stlar eshik olsak, farqi kerak bo'ladi. Bunga eshik qaysi eshik? Bundan qo'yamizmi?
ishga chiqamiz. Do'stlar, san'at asari yaratdim. Do'kon quryapmiz Savaloriyda. Do'konga nimalar qo'yishimiz ko'rib olamiz do'stlar. Do'stlar, yaxshiroq harakat qilaman bu do'konga. Sizlarga do'stlar, iltimos bu videoda ko'ringlar. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Ben zamonaviy mochiman do'stlar, qaranglar. Sizlarga o'rgataman zamonaviy mochiligini. Buni fakedoniga mana bunday olamiz. Lampalar bo'ladi-yu. Lampa qilamiz ekan. Bilgan do'stlar, 48 obunachi bo'ldi. Sizlarga rahmat. Menga tezroq 50 ta bo'lamiz. Keyin shart bajaraman. Ungacha yana bitta kanal ochyapman, YouTube kanal boshqa. Bu kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar do'stlar. Unda faqat obunachilarimni o'zimning videolarimni olib yuraman. O'zim videolarimni ko'p qo'yaman unga. Do'stlar, qalay chiqdi, yaxshimi? Hozir men qilsam endi. Hozir nima qilay? Eksam. Qalay chiqyapti do'stlar. Bu nimaga deb so'rashingiz mumkin. Bu endi odam ham dam olish kerak, dam kerak odamga, to'g'rimi? Bet kassada o'tiradigan odamda onasi bo'lsa, odamga dam kerak-ku, to'g'rimi? Do'stlaringizdan kimdan bo'lsa ham obuna qilib yuboringlar. Hammaga meni maqtanglar, sizlarga ishonaman do'stlar. Keyingi videolarimda yana bitta kanal ochyapman dedim-a do'stlar. Unda faqat Omonxon youtuberlar taniysizlar. O'shalarga o'xshab o'zimni ham chiqaman. Buni men o'yin har xil o'yin shunaqalar chiqaman bunda, o'yin o'ynab. Buni yangi kanalimda o'zimni ham chiqib, hali shartlar bajarib, misol hali
hali amahola qilishadi-yu. Hali o'ynab o'zlarini anaqa chiqarib, bashdan qilaman do'stlar. Shuning uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Hozir tunni bo'lib qoldi lekin deklansdan unda turib yana bittani deb qo'yaveramiz. Masum turib bitta qo'ysa, menga bitta qo'yamiz. Keyin uni sindiramiz. Büyük balkon bo'ladi. Mana shisha qo'yib chiroyliroq turadi. Bu zor do'stlar, uzr. Pas. Nimaga bo'lmayapti desam pas ekan. Bunaqa bo'laverar ekan, shishada bo'laverar ekan. Men shishada bo'lmaydi deb o'ylabman do'stlar. Pas mana yo esdayu. Burada nima bo'lmayapti deb o'yladim men ham. Creeperlardan tozalash kerak. Kimga yoqqan bo'lsa kommentariyaga yoqdi degan so'zini yozib ketasizlar. Hozir ichini ham bezatamiz do'stlar. Biz hali tinchmiz. Hozir biz nima qilishimizni qo'yasam. Kitob. Bu bo'lmadi hozir. Kitob. Nima ko'rsak ekan? Hozir. Bunda dragon anaqasi yo'q-da, mayli. Hozir biz bu yerga mana buni olamiz-da. Uchta bog' qo'ysak, buni nima deb qo'yarmiz endi? Yana bitta narsa olishimiz kerak do'stlar. Shu keyin nima bo'ladi? Buni yerga qo'ysa bo'lar ekan. Men kimdek qo'yib ko'rganman. O'xshagan lekin do'stlar. Kimdek qo'yib do'stlar. Lekin u yerda to'g'risi yolg'on gapirmayapman, lekin yanada o'xshagan. Bu urug'larni solib qo'ysa ham bo'ladi. Chunki hozir bizga kerak emas. Ham bu hammasi 64 ta, hammasini sotib olsa bo'laveradi. Drift. Hozir keyin o'zim mana horrorni просто solib turibman. Keyin reklamasiz do'stlar. Pechga qo'yamiz. Bundan qo'yamiz. Keyin do'stlar buni kirib turib bundan qo'yamiz. Keyin do'stlar yana nima qo'yamiz? Hozir kiramiz.
Bundan koyamız. Bir sihirli diken. Nasıl koysak? Kanı. Videomuz sizlerle çıkarken mesela like atıp bize spoiler. İkinci klansı bununla bittiğinde koyarız. Klansı dostlar bana ne hemen abi? Çıkalı. Kim sihirli oldu mu dostlar? Bir azekiyim sihirlengen zombi de. Bu kanaka odamaz. Zombi sihirlengen doğrusu. Biz özümüz sihirlerden kiydirip koştu. Benim seyirinde. Doğrusu zombi özüm. Dostlar. Kalaya çıktı. Bir de sındırıyorlarmış. Sındırıp onu ye. Sandık koysak. Sandık da bir iki tane narsalar sola arttı. Yine işlet uğramız. Bitti abone açımız mı? Plus bitti abone açımız ben aldım geldi. Gelip videolarla iltimas dedi. Rastla yapıp videolarla dedi. Bu talamiz dedim. Buna kadar kimlikler gelir bazı tuvaller. Ben kanımda kalıp koy çıksam teğmesliği de aynıladı. Bu be. Okşlakır. Kışlaka memra. Ulas oynamak iken kışlaka rol da oynayken kışlaka deb ne kışlaka iken aşağı deb eşittim. Az mekan narsalar doldursak hemen onu da kılamız. Yo bunda emas benim anamda. Bunu nima qilamiz? Bunu da koyamiz. Kimi kerak bo'lsa shu yerdan bunu da koyamiz. Kimi kerak bo'lsa shu yerdan tanlaydi. Nima bo'ldi do'stlar? Bitta tuva yetarli. Endi mana qo'ysak. Buni olib tashlaymiz ekan. Nestak yozaylik. 24 ta olmos. Yozilmadi. 24 ta temir. Peki 24 ta temir. 24 ta temir. 24 ta temir. 24 ta temir.
Bunga ham xuddi 24 ta temir bo'ladi. Nimaga 24 ta temir aytyapman? 24 ta temir qilib, temir olganimizdan keyin verstakdan temirdan narsalar yasamayotganda qo'yamiz. Keyin sandiq qo'yamiz. Sandiqlamaylarga sandiq qo'yib, xuddi shunaqanday chiqamiz. Keyin bunday odamlardan narsa olib, narsa yasab sotamiz. O'zimizga foyda ham keladi. Shunda do'stlar, hammasidan so'ralib, keyin biz narsalar qurib, shunaqa narsalar qilamiz do'stlar. Hozir bo'pti, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Video yoqqanda umiddaman. Xayr, ko'rishamiz. Narsalarni tandirchi nonda solib, xayr do'stlar, ko'rishamiz.